Assalomu alaykum. Bu video ko'p kishiga qiziq, polezniy bo'lishi mumkin. Bu yerda 100 gramdan sal ziyod, 150 gram deng, poliferniy smola, отвердитель bor и bunisini OTS'dan chiqdi, 3 komponentli smola bizlarda. Xo'p, bundan qo'shish o'zi shart emas. Bizlar qo'shamiz. Bundan 1%, masalan, 100 gram deylik, 100 gram bo'lsa agar bundan 1 gram, bundan 2 gram solishimiz kerak. Aman отвердительdan kamroq solaman, nimagaki havo issiq bizlarda tez qotib qolishligi mumkin, ishimiz kamroq. Xo'p. Bundan mana shpritsda o'lchab. Yo'q, ko'payib ketdi bu. Mana shu yetadi, 1 gram. Отвердительdan 1 gram sal ziyod soldim. Undan mana shu yetadi mana. Bu yerda 1 gramdan ham kamroq, nimagaki tez qotib qoladi bizlarda, havo issiq. Lekin solish shart, solmasa bo'lmaydi. Kam solsa sal uzoqroq qotadi, bu naqasi zarari yo'q bizlar uchun. Mana marhamat, aralashtirib chiroyli qilib olamiz. Endi bizlarda ko'pi bilan 20 minut, yarim soat vaqt bor buni ishlatib olish uchun. Yarim soatdan keyin bu jilega o'xshab keladi, 20 minutdan keyin bu jilega o'xshab keladi. Shuning uchun tez buni ishlatib olish kerak. Shuning uchun qotib qolmasligi uchun men kam yasayman. Shularga shuning uchun kamgina yana yasab oldik. Shu yetadi, xudo xolasa, o'zi berlariga, hammasiga yetadi. Salomat bo'linglar. Yoqgan bo'lsa like bo'lsin. Bizlar harakat qilyapmiz.